Hop. Tepedagi счетчигimiz. Mana bu счетчик. Shu счетчик. Bunga 225 sep kabel tortganmiz. 16 litr tortsa ham bo'lardi. Straxovka. Hozir Trausdan 3 ga keldi. O'zi xonadonda 3 bor edi, yana отдельно 3 tushirdik, to'g'rimi? Limitdan oshib ketmasligi uchun. Ha. Alohida bo'ldi elektromobil o'ziga. Ha. Xo'p, bundan chiqib keyin 15 kilovatli laterli stabilizator qo'yildi. Nura firmaniki. Xo'p, zazmlinalari qilingan. Bunga alohida misli purt qoqilgan. Bu uydagi elektromobilga alohida 3 metr qoqdik. Buni hozir tekshirib ko'ramiz. Agar o'xshamasa yana ustiga ulab qoqib borsak bo'ladi. Mana Xo'p, bu yoqda alohida strabarezda kesib, perforatorlarda o'yib, yamalgan bu narsalar. Xo'p, bu yoqda elektromobil Dusel kompaniyasining shitiga tegishli elektromobil zaryadkasi yig'ildi. Xo'p, bu yoqda kabel uchun alohida bu yoqda zaryadkasiga, xo'p, bu yoqda kunlar aqlashlar qo'yilgan. Buni relisi boshqariladi. Ortiqcha navoda qizib ketadigan bo'lsa, o'zi ishga tushiriladi. Gradusini belgilab qo'ysa bo'ladi. Asosiy yoqda stabilizatordan kelayotgan kabel 240 amperli avtomatik kelgan. Keyin o'zi tok urishdan himoya uchun. Bundan keyin bypass avtomat qo'yildi. Bunga hozircha qo'yilmaydi, ulanmaydi. Wi-Fi bu. Yo'q, bypass degan avtomat. Qaysi masalan liniyada tok yaxshi bo'lib qolsa, stabilizator qo'yilmaydi. O'shani ajratirish uchun. Undan keyin antiskachok relay напряжение Zubirniki originali 60 amper qo'yilgan. Buni vazifasi tok kamayib ketsa yoki ko'payib ketsa o'chirib qo'yadi. Masalan, stabilizator o'zini straxovka qiladi. Shunda ham navoda u ishdan chiqib qolsa, bu himoya qiladi. Qo'shimcha himoya bu. U bahorda bo'ladi. Bu bitta tok o'tib ketadi, hammasi ham kuyadi. O'shani oldini oladi. Shunaqa. Keyin bunda faqat shu vazifalarni emas, amperlarni ham, undan tashqari issiqlikka boshqarishni ham pulti orqali o'zingiz boshqarsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yoqda uzunni yoqamiz. Bu hozir ishga tushadi, o'zini sekundi bor, vaqti bor. Mana ishga tushdi. Xo'p, 40 amperli avtomat. Bu zaryadkani o'zi uchun 7 kilovatli zaryadkaga. Xo'p, yonadi, o'zini vaqti bor buni ham. Karta orqali ishga tushiriladi. 16 amperli avtomat. Bu 1,5 yoki 3,5 kilovatli zaryadka uchun. Bu sekin zaryadka beradi, bu bistri zaryadka. O'shanga qo'yilgan narsa. Xo'p. Bunga hozir mashinani zaryadka qilsak bo'ladi. Bunga qilsa bo'ladi zaryadka. 2 amperli avtomat bu chiroqlariga, mana kullerlariga, chiroqda mana qo'shimcha jo'stiki bor. Eshik masalan yopib turadi, chiroq o'chadi. Ochganda o'zi avtomatik ishga tushadi, ya'ni tomda yopiladi. Shu hozir включатель, to'g'rimi? Shu включатель. Yoqib o'chiruvchi. O'zingiz alohida yoqib o'chirmaysiz, eshikni ochingiz bo'ldi, o'zi yonadi. Masalan, kechasi qidirib yurmaysiz, включатель qattiq ekan. Xo'p, bu yoq yopganimizdan keyin bu yoqda alohida voltmetr, ampermetrlar ko'rsatilgan. Hozir amperni ko'rsatmayapti, bizda nagruskamiz yo'q. Nagruska bo'lganda amperlar ko'rsatiladi. Ishlaganda amper ko'rsatiladi, mashinaga ulangan. Ko'rsatiladi. Bu yoqda mana zazmlinalar qilingan, UKKga 0 shinalar qilingan, shit uchun alohida perfokortlar qilingan. Zo'r. Xo'p, kimga shunaqa tovarlar kerak bo'lsa, Elitstroga kelsanglar, hammasi faqat bizda. O'zim uyimda birinchi bo'lib qo'yib ko'rdim. Mana ishonchli, men o'z oldindan Nuraga foydalanaman. Nurani sizlarga tavsiya qilaman. Sifatli, ham arzon, ham zo'r ishli, uzoq vaqt. Bu Chinozda nomerali elektrikimiz. Yosh bo'lishiga qaramanglar, o'qiydigan elektrik sifatiga javob beradi ishiga.